Bu qatiqning xususiyatini ko'ringlar, do'stlar. Ulug'bek aka. Bu qanaqa qatiq? Zarmetan qattig'i. Zarmetan qatig'i. Bu Zarmetan degan mahalla bor. Faqat o'sha yerda chiqadi bu. Bu boshqacha qilinadi. Bu boshqacha qilinadi. Bitta qilib ko'rsam maylimi? Qani bismillah, tavakkal qilamiz. Qoyil, zo'r turdi mana. Zarmetan kelinglar, bu Qiziltepa tumanida boshlanishdi. Chiroyli qilingan otlar mana. Juda ajoyib. Mana yana e'tibor beringlar. Mana. Mana men ish boshladim. Juda ham yoqimli, juda ham quyuq. E'tibor bering mana. Qatiqni zichligi juda quyuqligi. E'tibor bering. Bizda odatda oddiy qatiqlarda faqat tepasi yupqa bo'ladi. Bu deyarli oxiriga shunaqa mana. Mana e'tibor bering. Juda shunaqa sharoit qilingan. Shu do'konga kirib bemalol va Zarmetan qishlog'iga kelishingiz mumkin. Zarmetan. Yoqimli ishtaha bo'lsin. Juda ham yoqimli. Endi ichkariga kirib men juda hayron qoldim. Mana bu Qiziltepaliklar, G'ijduvonliklar hammasi juda tadbirkor bo'ladi. Qiziltepaliklar kuchlimi, G'ijduvonliklarmi? Tadbirkorlikda. Bir xil. Chunki bu boshi G'ijduvon, bu boshi Qiziltepa. Mana bu tandir nonni qaranglar. Mashalloh, birinchi marta umrimda bunaqa non ko'rishim. Men ikkita olaman. Nech pul bu? 7000. 7000. Mana barakalla. Qarang, tandirlar ham boshqa. Endi hali biz qatiq deydimi yo qotiq deydimi sizda? Shu shaklda ko'rdik. Yo'lga olib ketaman desangiz, qarang, biznes shunga moslashtirgan. Bu yo'lda olib ketishga. Chunki urinmaydi, sinmaydi. Bunaqa ham olib ketishadimi? Olib ketish. Bunaqa tursa ham ag'darilmaydi, to'g'rimi? Shunday. Bu nimada bu? Gapirib bering. Bu ko'zada. Oddiy sopol ko'zada. Ha. Eski ota-bobolarimiz ichgan. Ha, zo'r muztakkina turadi. Buni ham olib ketasizlarmi? Mana, e'tibor bering. Hech narsa tushmayapti. Mashalloh. Bu nima gapirib bering? Qolib. Bunisi sariyog'i, o'sha qishlog'imiz. Sariyog'. Sariyog'. Bu nima bu? Bu asal haligi nimasida? Nima? Sizda asal ham bor, ha? Ha, asal. Bu ham bor. Buchi? Bu suzmasi. Ha. Hammasini olasizmi? Bir kunda nechta sotyapsiz bunda? Avjida, yoz avji payti nechta sotasiz? 500 tagacha sot. 500 ta. Endi bu bizlar reklamadan keyin 1000 ta bo'ladi. Omad. Masalan, men ba'zida aytadi reklama qilasiz. Reklama qilmayman. Men O'zbekistonimizni ko'rsataman. Biz shu sizlarni qo'llab-quvvatlasin, mayli, meni nomim, brendim ishlasin. Endi savol sizga, do'stim. Zarmetandan 100 metr nariga chiqsa bunaqa qatiq chiqmas ekan, rostmi shu? Shunaqa deyishadi. Shunaqa deyishadi. Nechta xonadon qiladi buni? Qo'lidan kelgan hammasi qiladi. Lekin eshitib qo'yinglar, Zarmetan qishlog'idan 100 metr nariga o'tsangiz, bunaqa qatiq, mana, bunaqa qatiq bo'lmaydi. Boshqacha bo'ladi. Barakasini bersin, do'stim. Salomat bo'ling. Yana bir marta nonni ko'rib qo'yinglar, marhamat. Nonimizni qarang, go'zalligini mana. Qoyil sizlar.